Internetda operatsiya qilamiz 5-7 sm, 10 sm, hattoki xohlagancha kattalashtirishimiz mumkin degan reklamalarni oxirgi paytda ko'p ko'radigan bo'lib qoldik. Haqiqatan ham sizni xohlagancha jinsiy a'zongizni kattalashtirib beramiz deyishadi qo'rqmasdan. Aynan buni vrachlardan ham eshitishimiz mumkin. Xo'sh, aslidachi o'zi aslida qanday qilib uzunlashtirish mumkin? Uzunlashtirish amaliyoti bu ligamentectomiya deb ataladi. Asl haqiqat qayerda? Aslida bir nimani tushunib olish kerak. Ligamentectomiya amaliyoti bu sizda yangi to'qimani hosil qilib qo'ymaydi yoki ichkariga bir nima tiqib uzunlashtirib qo'ymaydi. Bu o'zingizni to'qimangizni ichkaridagi qismini, ya'ni jinsiy a'zoni ichkarida pay ushlab turgan qismi payni kesish hisobiga ma'lum miqdorda tashqariga, ya'ni ko'rinadigan qismini uzunlashtirish amaliyoti hisoblanadi. Bunda sizga hech qanaqa a'zo qo'shib qo'yilmaydi. Ya'ni bunda hech qachon operatsiyadan oldin o'sha qildirmoqchi bo'lgan insonga va'da berib bo'lmaydi qanaqadir santimetrni. Chunki hammada anatomiya har xil. Sizning anatomiyangiz ichkarida qancha qismi maksimal yashiringan bo'lsa, uni chiqarib berishi mumkin. Lekin sizga masalan oldindan 3 sm qo'shib beraman, 2 sm yoki 5 sm qo'shib beraman deb va'da berish bu noto'g'ri bo'ladi. Va albatta qanaqadir va'da berayotgan vrach albatta konsultatsiyada bu narsani to'liq aytishi kerak bo'ladi. Masalan, reklamada aytgan bo'lishi mumkin, lekin sizga qabulga kelganingizda aniq natijani, aniq bo'lishi mumkin bo'lgan asorat va tushunchalar haqida sizga tushuntirish ishlari olib borishi kerak. Ya'ni operatsiyadan keyingi jarayon qanaqa kechadi, ekstenderlar shart yoki shart emas bo'lgan holatlar haqida to'liq ma'lumot olishingiz tavsiya qilinadi. Operatsiya kimlarga tavsiya qilinadi? Bu aynan birorta maxsus ko'rsatmasi bo'lganlar, mikropenis, ya'ni 8,5-9 sm dan kaltaroq bo'lgan a'zolar va tug'ma anomaliya bilan tug'ilgan bemorlarimizga o'zi aslida o'ylab topilgan amaliyot hisoblanadi. Ya'ni haqiqatan ham jinsiy a'zoni uzaytirish amaliyoti va butun dunyoda bu amaliyot bajarib kelinadi. Faqatgina xohishning o'zi bunga yetarli emas. Lekin hozirgi paytda kimlardir agar xohlasa, jinsiy a'zoni yana ham uzunroq bo'lishini xohlasa, bunda buni qilish imkoniyati bor va zamonaviy usullarda bu o'rtacha 40 minutdan 1 soatgacha davom etadigan mahalliy og'riqsizlantirish orqali qilinadigan operatsiya hisoblanadi. Ya'ni jinsiy a'zoni uzunlashtirish operatsiyasi ligamentectomiya deb nomlanadi. Kichik kesma orqali, plastik choklar orqali yopiladi va operatsiya qildirgan kunning o'zidayoq siz uyingizga ketishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni hech qanday narkozlar ishlatilmaydi. Lekin operatsiyaning xavfli asoratlari, infeksiya tushishi, qon ketishi va boshqa asoratlari haqida ham tushunchaga ega bo'lib olish muhim. Ya'ni bu operatsiyani steril sharoitda zamonaviy usullar orqali qilish tavsiya qilinadi va unutmangki, operatsiyadan keyin ereksiya o'zgarib qolmaydi. Ya'ni jinsiy a'zoning qattiqligi o'sha turish turadi. Faqatgina jinsiy a'zoning turish gradusi o'zgarishi mumkin. Masalan, sizda mana bu tanangiz va mana bu jinsiy a'zoingiz deb tasavvur qilsak, masalan, bu tana, bu jinsiy a'zo. Yoshligingizda jinsiy a'zo mana bunaqa turgan yoki operatsiyadan oldin. Operatsiyadan keyin mana bunday ahvolda turadi. Buning qattiqligiga hech qanday ta'sir yoki o'zgarish bo'lmaydi. Faqatgina ereksiya oldin tikkaga qayrilib turgan bo'lsa, keyin to'g'riga qarab turishi mumkin. Mana shu hozirgi sizda o'zgarishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Shunday ekan, qanaqadir pompa, tortish yoki boshqa usullarni o'ylab o'zingizni vaqtingizni olgandan ko'ra bemalol bizga murojaat qiling. Haqiqatan haqiqiy ligamentectomiya amaliyotini professional tarzda o'tkazib beramiz va siz butun umrga o'sha o'zingizning anatomiyangizga xos qancha uzayadigan bo'lsa, o'shancha miqdorda jinsiy a'zoni uzaytirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'rtacha 2-3 sm effekt beradi. Hattoki operatsiyadan keyin 1 oy muddat o'tgandan keyin maxsus ekstenderlar bor. Siz internetda ko'rgan tanaga qotirib bunaqa tortadigan ekstenderlar emas, maxsus ekstenderlar orqali 3 oy muddatda 4-6 soatdan ekstender taqish natijasida siz yana ham kerak bo'lsa 1 sm qo'shib effektga ega bo'lishingiz mumkin. Shunday ekan, ehtiyoj bormi? Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga albatta yordam beramiz.